Tushda osmondan nur tushishini ko'rishning ta'birlari. Bu odatda juda ijobiy alomat sifatida talqin qilinadi. Tush ta'birlarida nur, hidoyat, yaxshilik, ilm, baxt va Allohning marhamati ramzi hisoblanadi. Tushda osmondan yorqin nur tushsa, hayotingizda quvonchli voqealar, yaxshi xabarlar yoki muhim ijobiy o'zgarishlar bo'lishidan darak beradi. Tushda ko'rilgan nur sizning ustingizga tushsa, ishlaringizda omad, martaba oshishi yoki maqsadlaringizga erishishingiz mumkinligini bildiradi. Tushda nurning ichida o'zingizni xotirjam his qilsangiz, ruhiy tinchlik, qalbdagi tashvishlarning ketishi va xotirjamlikka erishishni anglatadi. Tushda uyga yoki hovliga nur tushsa, oilaga baraka, farovonlik, yaxshi xabarlar kelishidan dalolat beradi. Tushda nur juda kuchli va ko'zni qamashtiruvchi bo'lsa, katta o'zgarishlar yoki muhim haqiqatlarning ochilishiga ishora qilishi mumkin. Ba'zi diniy talqinlarda osmondan tushgan nur hidoyat, iymonning mustahkamlanishi va duolarning qabul bo'lishi bilan bog'lanadi. Tush ta'birlari bashorat emas, barcha narsani bilguvchi zot yagona Allohdir.